Etomimizni sansası bo'lmaydiganimdek, qiziqli ekanmizga bir sanzlarni sap yapaqaynoncha sasaq yama arvonuq sap yakib ekanmiz. Eki samsaq uyuldi bu yulg'ich samay kitib ekanmiz. Belakqa sap yesi olmaydiganimdek buni emas tuqqanlar yumshoq sanzlarni sap yapaqaynoncha laymaqlarga qo'llarimiz bilan buni cho'qimli qila olamiz. Oldin bilan hajo mana piyozni qayintib ta'min chiqarib olamiz. Eki 4 chini unga layma xamirninkini azaraq tetib tusalmizmi? Andi bichini chuchiga sovutilgan mayni qo'yib, evay tayyorlab olgan hajo bosh piyozning suyini qo'yamiz, buni sovutib qo'yamiz. Xamirni yo'g'irdigan usta ketib qo'yat, qalla biza aralashtirib yumshoqroq yo'g'irmizmi, to'lqatib yo'g'irib olmayni. Andi xamirni har yarim soat bir cheylab 2-3 qatimlar tindirib xamirga cho'qim amda ishlaymizmi? Unimiz pishilgandagi eki o'xshash cho'nglikda zugul qilib olamiz. Andi yana yarim soatlar tindirib qo'ygandagi mashpinnikidek cho'nglikda yumaloqta olamiz. Andi qo'limiz bilan bitta ishib laymanikidek cheezi qilib, cho'ng kichikligini bitta qilib turmalab eki qozonga jiqaroq may qo'yib, normal qizig'andagi mashpinnikidek pishirsak bo'ldi-mi tuqqanlar. Bu ishiltib qilimiz alloriniki xushbaroq birinchi darajalik tunji siqim gazir meyi tuqqanlar. Alloriniki maylarga hech qaynoq xamirlik tarkib qaytilmagan saf tabiiy eki bu ozuq go'shti xoli bo'lganki quvvatlichu, basim muvofiq xotirjam iste'mol qilsa bo'ldi. Andi ma sanzini issiq vaqtda tozaynijimu o'xshig'ili bo'ldi yumshoqroq bo'lgandikichu sovuqes qativasi amda tizilmaydi. Manaqli midrasaqni qarasli qilib o'shlik qoldiga ish chiqadi. Adama go'suruqni untiq yozib, pishkar uni bilan aralashtirib ustiga charsaq, rangiga rang, ta'miga ta'm